Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu videoda navbatdagi arab tiliga oid testimizni tahlil qilamiz. Manin najihu ma huwa i'robu ismil istifham? Savolimiz shunday. Muvaffaqiyat qozongan kishi kim? Kim yutdi degan gapimizda mana shu kim degan man so'rog'ini i'robini toping degan ma'nodagi savol. Bu o'rinda so'roq olmoshlari, ya'ni ism istifhomlarning i'robini aniqlashda bitta uslubni o'rgataman. Uslub nima? Mana shu savolga javob topib olamiz. Javobni yozib olamiz. Manin najih. Javobimiz misol uchun an-najihu mahmudun bo'lishi mumkin. An-najihu mahmudun. Mahmud yutdi ma'nosida. Ana endi mana shu an-najihu mahmudun jumlasidagi aynan mahmud kalimasi man degan, kim degan so'roqqa javob bo'lyaptimi? Ha. Va bu o'rinda an-najihu mahmudun degan jumlamizda Mahmud kalimasining i'robi nima edi? Xabar. Xabarlikka ko'ra marfu' edi. Ana shu xabar va xabarga ko'ra marfu' bo'lgan mana bu i'robni biz man degan ism istifhomga naql qilamiz. Ha, demak uslub shu. So'roq olmoshining i'robi nima bo'ladi desa, unga javob bo'lgan kalimaning i'robi o'sha so'roq olmoshiga naql qilinadi. Javoblar orasida qidirib ko'ramiz. Mubtado marfu'. Javobimiz xato. Chunki xabar marfu' javobi kerak. Fa'il marfu' yo'q, bu ham xato. Xabarun marfu'un. Mana shu javobimiz to'g'ri bo'ladi. O'z-o'zidan D variantimiz ham xato bo'ladi. Ushbu video darslik manfaatli bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.